Nima bo'ldi? Siz qizimisiz mullaka, siz nimalar deyapsiz? Qanaqa muhtoj ey? Ha? Siz o'zingizga qarang oltin. O'zingiz gazi pulini to'la olmay yuribsiz-ku. Muhtoj o'zingiz-ku. Mendan ham muhtojroq odamlar bor. Menga yetadi, shukr. Shukr deydi. Qanaqa? Qanaqa shukr? Qanaqa shukr? Tong otmasdan masjidni ochasiz. O'zingiz shu yerda yashaysiz. Qancha qiynalib yursangiz ham ko'chadagilarga yordamlashasiz. Qayerdagi tanimaydigan odamlarning janozasiga borib, Qur'on o'qiysiz. Yuvintirasiz, janozasini o'qiysiz, olib borib ko'masiz. Shularni birortasi kelib sizga rahmat aytdimi? Ha? Aytingchi. Aksincha, sizni orqangizdan hangoma qilib mazaxlaydi. Ey! Mullaga, sizda hattoki oylik ham yo'q-ku. Ha? Shularni bari kim uchun? Ayting, kim uchun? Menga birovning rahmatini ham, pulini ham keragi yo'q. Xudoning marhamati yetadi. Voy, iltimos menga shu gaplaringizni aytmang. Terapiya yasamang endi. Xudoning marhamati, Xudo deb. Shunday umr bo'yi qiynalib yashadingiz. Mayli. Lekin Xudo yo'q bo'lib chiqsa, nima qilasiz? Ha? Xudo yo'q bo'lsa, mana shuncha mo'jizani kim yaratdi? Mayli, sen aytgandek Xudo yo'q deylik. Biroq men hech narsa yo'qotmayman. Birovning dilini og'ritganim yo'q. Dushmanim yo'q. Bo'ynimda qarzim yo'q. 5 vaqt namozimni o'qiyman. Hech bo'lmasa vijdonim toza. Iymonim butun. Senchi? O'zing yo'q deyotgan Xudoying bor bo'lib chiqsa, nima qilasan? Qanday ustunliging bor? Xudoni yoniga borganda nima deysan? Nima ayt? Mullaka. Voy, mullaka.